Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan umumiy pedagogika fanidan pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to'g'risidagi fan mavzusida navbatdagi dars mashg'ulotimizni olib boramiz. Dars mashg'ulotimizda quyidagi rejalardan foydalanamiz. Ya'ni birinchi rejamizda pedagogika fanining obyekti, predmeti va maqsadi yoritiladi. Ikkinchi rejamizda pedagogika fanining asosiy vazifalari haqida to'xtalamiz. Uchinchi rejamiz orqali fanning asosiy kategoriyalarining asosiy tushunchalarining tasnifini birma-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, pedagogika ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlarini o'rganib, jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga yo'naltirilgan holatda yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim va tarbiya berishning o'ziga xos mazmunini, mohiyatini hamda muammolarini o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, u insonni har tomonlama kamol toptirish uchun kerak bo'ladigan barcha usullar, vositalarni jamlaydi hamda maqsad vazifalarni amalga oshiradi. Pedagogika fani shaxsni shakllantirishning, rivojlantirishning ikki muhim jihati, ya'ni uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborini qaratganligi bois didaktika, ta'lim nazariyasi va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Demak, ushbu asosiy ikkita tushuncha haqida to'xtaladigan bo'lsak, didaktika, ta'lim nazariyasi bu yunonchadan olingan bo'lib, didaktikos o'rgatuvchi, didasko o'rganuvchi, ya'ni ta'limning nazariy jihatlarini tahlil qiladi. Tarbiya nazariyasi esa tarbiya jarayonining mazmuni, turlari, shakllari, metod va vositalari va usullarini, uni qanday holatda tashkil qilish hamda amalga oshirish masalalarini o'rganadi. Umumiy pedagogika fanining obyekti va predmeti haqida to'xtaladigan bo'lsak, umumiy pedagogikaning obyekti bu yaxlit pedagogik jarayon hisoblanib, fanning predmeti esa tarbiya jarayonida, umuman olganda ham ta'lim, ham tarbiya jarayonida mazmun hamda qonuniyatlar, tamoyillar, shakllar, metodlar va vositalarning yig'indisini biz fanimizning asosiy predmeti deb olamiz. Pedagogika fanining asosiy vazifalarini biz 4 ta guruhga ajratib o'rganamiz. Bularga eng birinchisi analitik vazifa, ikkinchisi prognostik vazifa, keyingisi metodologik vazifa hamda tashkiliy vazifalar hisoblanadi. Bular bu tushunchalarning asosiy mazmun mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, analitik vazifa ta'lim va tarbiya jarayonining mazmuni, mohiyati, sabab va aloqadorligini o'rganish, pedagogik tajribalarni tahlil etish, umumlashtirish va baholash bilan shug'ullanadi. Prognostik vazifasi esa o'zida ilmiy asoslangan maqsadlarni belgilash va ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishni, o'ziga xos strategiyalarini belgilaydi. Ta'lim siyosatini samarali boshqarishni amalga oshirishni maqsad qilib qo'yadi. Bundan tashqari, boya gap aytib o'tganimizdek, metodologik vazifa ham mavjud bo'lib, pedagogik fanlarning umumnazariy asoslarini aniqlashtirish uchun xizmat qiladi. Tashkiliy vazifada yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion shakl va vositalar ishlab chiqariladi. Pedagogik tadqiqotlarning natijalarini amaliyotga tatbiq etish ishlari olib boriladi. Bundan tashqari, o'ziga xos usul vositalar amaliyotga tatbiq etish jarayonida natijalar tahlil qilinadi. Hurmatli kuzatuvchilar, belgilangan rejalarimizga muvofiq biz endi fanning asosiy kategoriyalarini tasniflashga o'tamiz.
Demak, fanning mohiyatini, mazmunini ochib beruvchi asosiy tushunchalar, bular asosiy fanning kategoriyalari hisoblanadi. Bularga shaxs, tarbiya, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, ma'lumot shakllantirish va rivojlantirish kabilar kiradi. Shaxs pedagogik jihatdan taraqqiy etgan, o'zining o'ziga xos xususiyatlari, xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi muayyan xulq-atvor egasi bo'lgan jamiyat a'zosiga aytiladi. Navbatdagi asosiy tushunchamiz bu tarbiya hisoblanib, avvalgi darslarimizda ta'kidlanganligi kabi, tarbiya muayyan aniq maqsad hamda ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uni ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni hisoblanadi. Ta'lim esa o'quvchilarni nazariy bilim, amaliy ko'nikma hamda malakalar bilan qurollantirish, kompetensiyalarni tarkib toptirish, ularning bilish qobiliyatlarini o'stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon hisoblanadi. O'z navbatida biz asosiy tushunchalarning eng birinchi mohiyati, mazmuni haqida gapirganimizda asosan bilimga ham to'xtalamiz. Bilim shaxsning ongida tushunchalar, umumlashmalar, ma'lumotlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar jamlanmasi hisoblanadi. O'z navbatida biz bilimdan so'ng ko'nikma haqida to'xtalamiz. Demak, ko'nikma shaxsning muayyan faoliyatini tashkil eta olish, amalga oshirish qobiliyati hisoblanadi. Malaka esa muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shaklidir. Ana endi insonlarda, umuman shaxslarda, ta'lim oluvchilarda bilim, ko'nikma hamda malakalar majmuini biz kompetensiya deb ataymiz. Kompetensiya bu olingan bilim, ko'nikma hamda malakalarning kundalik va kasbiy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi. O'z navbatida bizga asosiy tushuncha sifatida ma'lumot ham kiritilgan bo'lib, ma'lumot tushunchasi ta'lim-tarbiya natijasida o'zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim hosil qiladigan ko'nikma va malakalar hamda uning natijasida tarkib topgan dunyoqarash majmui hisoblanadi. Ma'lumotdan so'ng shakllantirish haqida to'xtalamiz. O'z navbatida shakllanish, bu ya'ni shakllantirish shaxsda barqaror xususiyat va sifatlarni tarkib toptirish va tanlab olish orqali belgilangan me'yorlar asosida shaxsni ma'lum qoidalar asosida tarkib toptirish va shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Pedagogika shakllanish, rivojlanish tushunchalarning o'zaro bog'liqligini ifoda etadi hamda rivojlanish tushunchasiga esa quyidagicha ta'rifni keltirishni joiz deb topdik. Shaxsning fiziologik va intellektual o'sishida namoyon bo'ladigan miqdor va sifat ko'rsatkichlarining mohiyatini aks ettiruvchi murakkab jarayon bizda rivojlanishni ifoda etadi. Mavzumizga xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, pedagogika bu tarbiya va ta'limning yaxlitligini yuzaga chiqaruvchi, tarbiya va ta'lim jarayonini o'rganuvchi, uning aniq maqsadlarini amaliyot bilan bog'lovchi fan sohasi hisoblanar ekan, u insonni har tomonlama kamol toptirish, jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllantirish, shaxsga xos bo'lgan umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirishni maqsad qilib qo'yadi. Pedagogikaning yana eng muhim xususiyati ta'lim va tarbiya jarayonining o'zaro uyg'unligini, uzviyligini ta'minlash orqali jamiyatda har tomonlama rivojlangan, o'z bilimi,
iqtidori hamda qobiliyatlarini o'zgacha namoyon qila oladigan shaxslarni tarbiyalash orqali kelajak avlodning bunyodkorligini ta'minlash va farovon kelajagini yaratish uning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.